Bu yerda birja orqali nasos ustanovka qilib beryapmiz noldan. Hozir suv chiqarishini ko'rsatib beramiz. Maksimal napor podachasi 63 metrgacha ko'tarib beradi. 220 voltga ishlaydi. Og'zining kattaligi 50 lik. Ilgari ko'pchilik qora polietilen truba bilan payka qilib nasosni montaj qilishardi. Mana ishimizning oxirgi jarayoni ketdi. Mana aka soat 21:44 bo'ldi. Nasosimizni qo'ydik, o'rnatdik. Romeda konsultatsiyalari mana hozir yana navbatdagi joyimizga yana bitta narsani alohida aytib o'tib ketishim kerak. Bu yerda birja orqali nasos ustanovka qilib beryapmiz noldan. Skvajniy nasosni yerda qazib 30 metr chuqurlik qazilib 120 lik turbada nasosni hozir 1,5 kilovatlik nasosni Zarb brend asosida ishlab chiqargan nasosimizni hozir o'rnatib beryapmiz. Termiz shahar Obulgayni yangi bazasiga. Hozir suv chiqarishini ko'rsatib beramiz. Xudo xolasa chuqurlikka nasos tashlanadi. Bizda xizmatlar hammasi bor. Bemalol birja orqali ham bizdan xarid qilsalaringiz bo'ladi. Masofani, chuqurlikni umuman ahamiyati yo'q. Hamma joyga xohlagan chuqurligingizga qo'yib bera olamiz. 100-200 metr chuqurlikka deysam hammasini qozib bera olamiz. Bizni kuzatishda davom eting. Hozir suv chiqarishni ham ko'rsatamiz. Qorong'i bo'lib ketdi, lekin ish boshlangan ishni tugatishimiz kerak. Nasos haqida ma'lumot berib o'tib ketaman. 4 dyumlik, 10 ga 10 1,5 kilovatlik nasos. Maksimal napor podachasi 63 metrgacha ko'tarib beradi. 220 voltga ishlaydi. Og'zining kattaligi 50 lik. Hozir montaj bo'lyapti. Bu yerda 40 lik polietilen truba bilan, mana oq polietilen truba bilan. Ilgari ko'pchilik qora polietilen truba bilan payka qilib nasosni montaj qilishardi. U sifati pastroq bo'ladi. Nimaga deganda, bu paykani kirgizilganda bu yerda xamut bilan qotiriladi, qora polietilenda. Payka bilan qotiriladi, ana xamut bilan qotiriladi. Xamut yillar o'tib chirishi mumkin, zanglashi mumkin. Nasos pastga tushib ketishi mumkin-da. Ko'p joylarda nasos pastga tushib ketadi. O'shani oldini olgan holatda birinchidan mana bunaqa tros bilan beriladi strafovka. Ikkinchidan mana bunaqa oq polietilen turbani o'zi ham xizmat ko'rsatish vaqti 20 yildan 40 yilgacha agar bir joyda turadigan bo'lsa, bu chirimaydi, zanglamaydi, hech narsa qilmaydi. Faqatgina suv toza bo'ladigan bo'lsa, bo'ldi, boshqa hech narsa emas. Mana shunaqa xizmat qilib beradi. Xullas, nasosimizni tashladik, kabellarni uladik, hammasini joyiga cho'tka qilib qo'ydik. Endi oxirgi paykamiz qoldi. Hozir uni ham ulasak, shu bilan nasos cho'tka ishlaydi. Kuzatishda davom eting. Mana ishimizning oxirgi jarayoni ketdi. Ketdik. Turba 120 lik. Tamam. Bas. Oxirol qo'shing. Mana aka soat 21:44 bo'ldi. Nasosimizni qo'ydik, o'rnatdik. Mana xudo xolasa nasosimiz ishlashi zo'r. 1,5 metrga mana napor bilan urib beryapti. 40 lik turbani to'ldirib suv beryapti. Agar sizga mana shunaqa xizmatlar kerak bo'ladigan bo'lsa, bemalol to'lov turini umuman ahamiyati yo'q. Xohlagan to'lovingizni amalga oshirishingiz mumkin. Birja desangiz birja orqali qo'yib beramiz, pritseniya desangiz pritseniya, pul o'tkazsangiz ham qo'yib beramiz. Farqi yo'q. Naqd, plastik, muddatli to'lov. Uyingizgami, tashkilotgami, xohlagan joyingizga, xohlagan metringizga, joyingizga qarab narx-navosini optimum narxlarda, kelishtirilgan narxlarda qilib beramiz. Siz hech qanaqa harakat qilishingiz shart emas. O'zimiz noldan sizga suvni chiqarib beramiz. Suvni chiqarib, turbalaridan, xamutlaridan, setkalarigacha hammasini o'zimiz hal qilib beramiz. Xullas, nima deymiz? Agarda sizga ham mana shunaqa xizmatlar kerak bo'ladigan bo'lsa, har doimgi gapimiz, pastga ko'rsatilgan raqamlarga qo'ng'iroq qiling yoki do'konlarimizga tashrif buyuring. Do'konimiz Center bozoridagi filialimiz ertalabki 6:30 dan tungi 23:00 gacha ochiq. Bemalol kelib nasoslar bilan yoki boshqa mahsulotlar bilan tanishishingiz mumkin. Narx-navosini kelishib, sizlarga ham mana shunaqa o'rnatib ko'rsatib beramiz.